to'g'rida anlatılayotgan Lalma It bilen Yolvasnىڭ Hemkarliqi namlıq mesel. Bir kuni Yolvas 9 Lalma Itning o'zi bilan hamkorlashib ovga chiqishiga ruxsat qildi. Ular ertadan kechgacha ov qilib, bo'kandan 10 ni tutib olibdi. Yolvas: "Bizga bu mazlik taomni taqsim qilib beradigan donishmandan birini topsaq bo'ladi", debdi. "Har birimizga birdan tegsa eng odil bo'ladi", debdi bir Lalma It. Yolvas nayt xafa bo'lib, shu alla uni urib oylantirib etibdi. Başqa Lalma Itlar qattiq qo'rqib ketibdi. Ulardan biri sal g'ayratga kelib, Yolvasga mundaq debdi: "Yo'q, qarindishim xato deb qo'ydi. Agar biz sizga 9 bo'kan bersak, undaqda siz bilan bo'kanni qo'shganda 10 bo'ladi. Bizga bir bo'kan qo'shilsa, bizmi 10 bo'lamiz. Shunda qilib, hammamizni 10 dan tang olgan bo'lamiz." Yolvas buningdan rozi bo'lib: "Sen bu yaxshi chorani qanday o'ylab topding?" deb so'rabdi. Lalma It buningga javoban: "Siz yelila mening bir qarindishimni urib oylantirayotgan chig'ingizda menga mushundaq aql keldi", deb javob beribdi. Jahondarchilik kinoyasi. Lalma Itning bir bo'kanga erishalgini ziyon tortqani, ammo u bu ziyonni tortmasa, Yolvasning o'tkir tirnoqi ostida qilishi mumkin. Chunki ko'z oldingizga tortmasangiz, texmi cho'ng ziyon tortishingiz mumkin. Ko'z oldidagi ziyonni tortish orqali boshqa manfaatni qo'lga keltirish, jon saqlash va texmi yiroq nishonni o'ylash maqsad qilingan. Agar ko'z oldingizga ziyonni tortmaganlikdan g'oyat zo'r chiqimga yoki balo qazoga uchirsangiz, hatto jiningizdan ayrilib qolsangiz, undaqda qandaqmi kelgisi to'g'riliq so'z ochqili bo'lsin. Lekin bir muncha kishilar ko'z oldidagi ziyonga uchrab qolsa, atalmish obro'yi va izzat hurmati uchun qarshi taraf bilan ilishidi. Ba'zilar mush sababdan yer bilan yakson bo'ladi. Qayta hushiga kelolmaydi. Ba'zilar kichkina g'albiga erishgan taqdirdimi, ammo hayotliqi xarob bo'ladi. Shunga o'zingizga foydasiz muhitda uchrab qolganingizda hargiz qiziqqanlik qilmang. Buyuk nishoningizni o'ylab, ko'z oldingizdagi ziyonga ozroq chidash o'zingizga foydali. Biliqut sherikida ovozga elinib, Biliqut to'g'rida anglatilayotgan Lalma It bilen Yolvasnىڭ Hemkarliqi namlıq meselni anglatdık. Yaqtırıp anlığınızga rahmet.